Xo'p, bo'lmasam davom ettiramiz. Ana endi hozir sizlar bilan ko'rishimiz kerak bo'ladigan narsa bu terminal bo'ladi. Xo'p, birinchi navbatda kelinglar terminal nimaligini bilib o'tamiz. Xo'p, terminal bu ya'ni command line bash umumiy holatda terminal deb ham nomlanadi. Bularni nomi ko'p, ya'ni CMD ham deyiladi, ya'ni command management ham deyiladi. Tak. Xo'p, Linuxda terminal qayerda joylashgan va nima uchun kerak? Xo'p, birinchi navbatda terminal bu yerni bossak, bu yerda o'zi birinchida chiqadi mana favorit qismida. Shuni bosadigan bo'lsak, terminal emulator. Bizda bu yerda terminal ochiladi. Xo'p, sizlarda ham shu holatda ochiladi. Ana endi bu terminal bizga nimaga kerak? Nima qilamiz bu terminal orqali degan savollarga javob bersam. Xo'p, terminal ko'rishingiz mumkin bu buyruqlar oynasi hisoblanadi, ya'ni command line. Bu yerda biz bevosita shu Linuxga taalluqli bo'lgan barcha komandalarni, buyruqlarni ishlatgan holatda Linuxni boshqarishimiz mumkin. Misol uchun yangi fayl yaratish, yangi papka yaratish, papkalarni o'chirish, yozish, ichiga tahrirlash, turli xil narsalarni hammasini bevosita biz shu terminal orqali qilishimiz mumkin. Uni konfiguratsiyasini ko'rish, ularni to'g'irlash va hokazo hamma sistemaga taalluqli bo'lgan barcha narsalarni o'chirib yoqishgacha darajada hamma narsani shu yerda terminal command line da qilishimiz mumkin bo'ladi. Bevosita biz Linuxni shu orqali boshqara olamiz. Xo'p, eng birinchi navbatda kuchli pentester bilish kerak bo'lgan narsa bu Linux hisoblanadi. Ya'ni не только pentester, misol uchun biron bir IT-shnik, dasturchi, backendchi bo'ladimi, frontendchi bo'ladimi, qanaqadir dasturchi bo'lishidan qat'iy nazar Linuxni ya'ni bilish talab qilinmaydi-ku, lekin bilganlik bu afzal hisoblanadi. Lekin pentester uchun, kiberxavfsizlik xodimi uchun Linux o'ta kerak bo'ladigan narsa hisoblanadi. Eng birinchi navbatda biz o'rganishimiz kerak bo'lgan narsa bu Linux hisoblanadi va uni to'g'ridan-to'g'ri komandalari va uni boshqarish bo'ladi. Hop, asosiy hozir sizlar bilan terminal nima uni tushunib oldik. Endi kelinglar, birinchi navbatda o'zimizga eng birinchi komandamizni yozib ko'ramiz. Bu bevosita echo buyrug'i bo'ladi. Hop, echo buyrug'i bizga nima qilib beradi? Echo buyrug'i bizga to'g'ridan-to'g'ri shu terminal orqali kiritilgan ma'lumotlarni shu yerda chiqarish. Misol uchun echo salom hacker deb yozadigan bo'lsam, e'tibor bersangiz bu yerda salom hacker degan yozuv chiqdi. Ya'ni echo'ni hozircha vazifasi mana shu ekranda kiritilayotgan ma'lumotlarni bizga javob tariqasida chiqarish. Echo bu aks sado qaytarish degan ma'noda keladi. Xo'p, yana plus echo bu yerda bitta qo'sh tirnoq orqali ham yozishimiz mumkin yoki da ikkita qo'sh tirnoq orqali ham yozishimiz mumkin. Buni umuman farqi yo'q, lekin farq qiladi. Qaysi holatda? Misol uchun bizda bilasizlar, O'zbekiston yoki da boshqa so'zlar bor, ya'ni tutuq belgisi aralashadigan holatda. Ya'ni e'tibor bersalaringiz, bu yerda men to'liq yozdim, enterni bosdim va bu yerda quote degan yozuv chiqdi. Bu nimani anglatadi? Bu anglatadigan narsa, ya'ni qo'sh tirnoq bu yerda ochilgan, bu yerda yopilgan deb bilyapti. Bu yerda ochilgan va buni yopuvchisini kutib turibdi. Bu yerda hozir yopishimizni kutib turibdi. Agar buni hozir bitta qo'sh tirnoq qo'yib turib enter bosadigan bo'lsa, mana O'zbekiston degan so'zimiz chiqdi. Lekin bu yerda tutuq belgisi chiqmadi. Nimaga chiqmadi? Bu narsani tutuq belgisi emas, balki qo'sh tirnoqni keyingi yopiladigan qismi deb tushundi. Hop, endi buni oldini olish uchun biz ikkita qo'sh tirnoqdan foydalanishimiz kerak. Bu holatda biz bemalol tutuq, ya'ni o'ni belgisini, tutuq belgilarini ishlatib ketishimiz mumkin bo'ladi bevosita. Hop, enterda bossam, mana ko'rishingiz mumkin, O'zbekiston degan yozuvimiz chiqdi. Xuddi shu ko'rinishda bemalol biz qolgan buyruqlarni yozib ketishimiz mumkin bo'ladi. Hop, endi keyingi narsa. E'tibor bersalaringiz, men hozir bu yerga command line ga faqatgina echo'ni yozdim xolos. Bu yerda misol uchun echo'dan tashqari men misol chiqar desam, chiqar
salom desam, bu yerda hech narsa chiqmagan. E'tibor bersangiz mana chiqar command not found deyapti. Ya'ni bunaqa buyruq mavjud emas deyapti. Ya'ni e'tibor bersalaringiz, bu yerdagi bu terminal bizda faqatgina buyruqlarni, ya'ni o'zida ichida bor bo'lgan buyruqlarni, maxsus buyruqlarni qabul qiladi va ularni ekranga chiqarar ekan. Echo haqida hozircha shulardan iborat. Endi keyingi darsga yana ham chuqurroq bo'lgan terminalda umumiy ma'lumot sadi nima, bu kali nima, yozuvlar, bu yerdagi nima, hamma narsasini shu yerda sessionlar nima hammasi bilan tanishib chiqamiz bevosita.